Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Barakali YouTube kanalining obunachilari. Bugun sanani 24-mart 2025-yil sanasiga ko'ra baholarni bir qator aytib o'tsam. Xo'p. Uzuni 6 metrlik bo'lgan strapilimiz razmeri 145 ga 41. Tistin sasta material bo'ladi. Sifatlarni bir qator ko'rib o'tishingiz mumkin. Birinchi sort taxtamiz bo'ladi. Xo'p. Bu strapilimizni bahosini keladigan bo'lsak 165 so'mga qo'yganmiz, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Bu strapilimizni yonmashinda sal qalinroqi. Razmerlari 145 ga 47, uzuni 6 metrlik bo'lgan sasna strapilimiz bo'ladi. Bu strapilimiz ham mayda deyun birinchi sort taxtamiz bo'ladi. Bu strapilimizni bahosini keladigan bo'lsak 185 ming so'mga qo'yganmiz. Buni ham kelishtirib beriladi xudo xolasa. Xo'p, keyingi strapilimiz uzuni 4 metrlik bo'lgan shapka uchun, pol uchun hozirgi kunda xodo yetib turgan mahsulotlarimizdan birisi. Razmerlari 10,5 ga 35, ya'ni 3,5 lik uzuni 4 metrlik bo'lgan sasna strapilimiz bo'ladi. Sifatlarni ko'rishingiz mumkin. Moshning birinchi sort materialimiz bo'ladi. Bu strapilimizni bahosini keladigan bo'lsak 62 ming so'mga qo'yganmiz, xudo xolasa buni ham kelishtirib beriladi. Xo'p, yana bir strapillarimiz. Keyingi strapilimiz uzuni 4 metrlik, razmeri 100 ga 40, ya'ni 14 lik. Bu sasna emas, bu katta material bo'ladi. Yo'sib o'taman. Bunun kichik materialligini kommentariyada o'zlaringiz yozib o'tishingiz mumkin. Sifatlar nega bo'lishi mumkin emas. Bu strapilimizni bahosini keladigan bo'lsak 70 ming so'mga qo'yganmiz, xudo xolasa buni ham kelishtirib beriladi. Agarda bu videoni obuna bo'lmay kuzatib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like-ni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bu qisqacha videomizda to'liq videosini tez orada qo'yamiz. Obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Hammangizga rahmat.